qilinishga sazovor bo'lishga, tavba qilinishiga sazovor bo'lishga imkoniyat mavsum hisoblanadi. Ulamolarimiz aytishadiki, Makkada, Madinada bo'lgan vaqtingizda mavsumda ekanligingizni his qiling. Uyingizda ham o'sha kravat bor, divan bor. Uyingizda ham o'sha hamma narsa bor. Bu yerga kelgan inson birinchi o'rinda qalbini toza qilib, haqiqiy pok niyat bilan tavba qilish uchun kelishgan. Ya'ni ichingizda o'sha eski holatingiz turaversa-yu, o'zgarishga niyat qilmasangiz-u, Robbingiz bilan munosabatingizni go'zal qilishni o'ylamasangiz-u, kelasiz, hammaga qo'shilib umra qilasiz, hammaga qo'shilib ibodat qilasiz-u, lekin ichingizda gunohlaringiz uchun siqilmasangiz, tavba qilmasangiz, Robbim, men endi o'zgaraman demasangiz, buni foydasi yo'q ekan. Shuning uchun ham umra qilish bu poklanish deyiladi. Inson poklanadi. Shuning uchun ham umra sunnat, haj farz hisoblanadi. Endi qarangki, ko'pchilik tavba qilmay turib umraga kelib ketadi. Umraga kelib ketgandan keyin ham eski qusurlarini, eski sifatlarini, eski odatlarini nima deydi, tashlamaydi. Yana o'sha hammaga dilozorlik qiladi, yana o'sha hammani g'iybat qiladi, yana o'sha hamma bilan urushadi, gap talashadi, qizg'anadi, yomon gapiradi, tuhmat qiladi, shu narsalar o'zgarmaydi. Endi mavsum deb nimaga aytamiz desak, Alloh taboraka taolo tanlagan insonlarning ichida albatta Makka va Madinaga chaqirganlari ham tanlangan hisoblanar ekan. Ya'ni o'zimizda 36 million aholi bor O'zbekistonda. Butun yer sharida 8 milliard aholi bor. O'sha 8 milliarddan 2 milliard musulmon. Lekin o'sha 2 milliarddan sanoqli darajadagina hidoyatlangan. Ya'ni o'zi musulmonlik nima ekanligini, din nimaligini, taqvo nimaligini, hidoyat nimaligini, 5 mahal namozni fazlini, Robbisi bilan munosabatni umuman tushunib yetmaydi. Hattoki tushungan holatda ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh degan insonni o'zimizda ham nima deydi, to'liq emas. Ya'ni 36 milliondan hammasi musulmon bo'lgan taqdirda ham juda ham kam qismi bu iymon kalimasini tushungan holatda keltirgan hisoblanadi. Ko'plari shunchaki musulmon oilada tug'ilgan, aqiqa musulmoncha bo'ladi, hayot musulmoncha bo'ladi, qaysidir ma'noda bo'lgandan keyin musulmoncha ko'miladi, bo'ldi. Taqvo degan narsa, birovni haqqi, omonatdorlik degan narsa, musulmonning asl sunnatga, farzga rioya qilishi degan narsani topmaysiz. Ko'p oilalarda shunaqa. Endi qarang, shuncha 36 millionning ichidan Robbil alamin aynan shu yilda deyliga mana shu avtobusda o'tirgan insonlarni ham Makka mukarramaga, Madina munavvaraga tanlab chaqirgan. Bu uchun Allohga hamd etishimiz kerak. Chunki agar Alloh tanlamaganda chaqirmasdi. Chaqirdimi? Keldikmi? Qanaqa yo'l bilan bo'lsa ham, qanaqa holatda bo'lsa ham Allohning Baytullohga oyog'imiz yetdimi? Buni juda katta ne'mat va juda katta mavsum deb hisoblashimiz kerak ekan. Bilasizlar, Makkada o'qilgan namoz 100 ming rakatga teng bir rakati. Madinada o'qilgan namoz 1000 rakatdan 10 ming rakatgacha daraja deyilgan bo'lar ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qachonki Makkadan Madinaga qaytayotganlarida uzoqdan Madinadagi uylar ko'rinsa, tuyalarini tezlab qolar ekanlar. Madinaga bo'lgan muhabbatlari, oshiqishlari shunaqa ekanki, har doim shu Madina uylari ko'rinishi bilan tuyalarini tezlab qolar ekanlar va aytar ekanlar, kim agar menga qo'shilsa tuyasini tezlashtirsin derkanlar. Ya'ni tezroq boraylik, xohlovchilar sekinroq boraversa ham bo'ladi derkanlar, muhabbatlari chaqirar ekan. Endi aytiladiki, Makkaga kelgan inson umra qildi, ibodatlarini qildi. Endi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga, ya'ni shu salom berishga, salovat etishga yoki ibodat qilishga, ziyorat qilishga Madinaga boryapti. Uning odoblari qanaqa bo'ladi deyshadi. Birinchi o'rinda